Qo'ng'iroq hamma tara, ketdilar. Manzarani qaranglar. Sastav. Davay! Sastav. Nima qilyapti bu? Sastav. Hay, joningizni. Dulla. Ha, bo'ldi. Na, akamsa boring qani? Oo! Voy! Tabiat ko'rsatdi, to'xta. Voy! Ne o'marda, qara. Bari biza ana sharsharaga chiqmaylik ekanda. Voy dod, sastav. Joy yu. Sochlarim rasto ahamiyat bermanglar. Sizlar uchun maxsus video rolik. Yana istoriya uchun. Bugun Zaynab qilaman. Voh. Nimadir deb qo'y. Va sastav qaranglar. Lekin o'tiradigan joy maslahat beraman. Adushi. To'g'rimi? Dar, chotki. Ha. Voy, qara suvlarni qaranglar. Maza qo'rasizlar-ku. Mana bizani sastav. Sizlar uchun maxsus. Yuqotib narsani. Sharsharam qaranglar. Chopib qopib yozmaydi. Kimniki deyiladi. Agar chiqsa ham Sizlar uchun tog'dena bir manzarasi. Bugun faqat istoriya shuni haqida bo'ladi. To'g'rilaringlar, soat tepasida chuqurlar, rochlik, shunaqa narsalar. Va o'zim sizlar uchun yangi videolarim, yangi postlarim yaqinda chiqadi. Hadi meni kutinglar. Xafa bo'lmanglar. Nima deydi? Ravochmi, chuqurmi? Chuqur o'tayim. Ravoch. Kitobiy, adabiy tilda ravoch deyiladi. Ha, endi men adabiy o'qimaganman. Ha, bizni chuqur yuzda ko'raverasizlar. Ko'pida sujatlar. Voy, tabiatda go'zallik. Yeni ko'rik qilamiz. Balandlikni qaranglar. Joy. Qaydan qaytadi aka? Aloda nimaga? Og'aylar bilan o'tirishdagi atmosfera holati. Harakat qilinglar. Tashriflarning boshlanish jarayoni. Bu yoqda Marinovka holati bo'ladi. Ertaga deb aytganlar bugun kelsin. Hamma joy normal. Aylanib, kelib o'tirib dam olsa bo'ladigan manzara bo'lyapti hozir. Pagoda ham shunga yarasha. Hasan nimaga? La faqat video olasizlar, onasi yordamga kelinglar. Yordam beryapmiz-ki. Yordam video olishmi? Syomka qilib turish kerak-ki. Yo'q. Sizlar qani Sizlar?
Nima bo'lyapti?